Payg'ambar alayhissalom muborak hadis shariflarda talabul ilmi farida ala kulli muslimin va muslima dedilar. Ilmni talab qilishlik har bir musulmon erkak va musulmon ayolga farz dedilar. Erkakka ham, ayolga ham. Ana shuning uchun ayollarni ta'lim olishiga ham xuddiki erkaklarni ta'lim olishiga e'tibor berganimizdek berishimiz kerak. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Biladiganlar bilan, ya'ni ilmli kishilar bilan bilmaydiganlar, ilmsizlar barobar bo'lurlarmi deydi Alloh taolo. Ya'ni hech qachon ilmli bilan ilmsiz barobar bo'la olmaydi deydi Alloh taolo. Islomda demak ilm faqat diniy ilmga ham cheklanmagan. Aslida diniy, dunyoviy deb ajratilmaydi, balki dinimizga taalluqli ilmlar bo'lsin, dunyomizga taalluqli ilmlar bo'lsin. Hammasi kimda ilmi? Hammasi Allohning bergan ilmi. Ana shu fikr g'oya bo'lgani uchun ajdodlarimiz ilmda ajratmagan. O'sha uchun bizni ajdodlarimiz ilmda ajratmagan, shu dunyomizga taalluqli ilmlarda eng peshvo shular bo'lgan zamonasida. Biz u ajralib qoldik o'zimiz. Shuning uchun Alloh taoloning bergan har bir ilmini o'qib o'rganishlik, xoh erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, lozim hisoblanadi.